Assalamu alaikum. Okyan televiziyasının sanat kumar aziz görürmenleri ko'rayotganinglar Cho'lpon keldi programmasi. Men program riyosatchisi Nurali Hasan. Programmamiz yana o'z vaqtida yangi sarxil mazmunlari bilan Okyan televiziyasi orqali huzuringizga sunildi. Xo'sh, riyosatchilik kasbi yolqini eng kuchli bir parcha o't. Riyosatchi o ko'ngillarni ko'ngillarga ulaydigan, dillarni dillarga bog'laydigan nihoyat suyimli bir kasb. Xo'sh, undaqda Cho'lpon keldi programmamizning bugungi soniga qadam tashrif qilgan alayda mehmonimiz u kimdir? Balkim shu naq maydonda o'ltirgan tomoshabinlarimiz cho'qim topa oladi. Chunki men ozroq shababadimga riyosatchilik kasbi deb alayda tilga oldim. 5 4 3 2 1 Munira G'ofur. To'g'ri, u bo'lsa-mu riyosatchilik sohasidagi yiqilmas bayroq suyimli ustozimiz Munira G'ofur. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hammalar yaxshi turibsizlar, hammalarning vaqtingiz xayrli bo'lsin. Rahmat aka, tez kelibsiz. Tez keldim. Nima ish qilaman? So'ynab beraman, naqsh etandim. Naqsh etpasan shu teshumshi. Ma'qul bo'lsa. Ada, rostga qilsam hozirgi hissiyotimni bir davilashga ruxsatmi? Imtihon beramsiz? Shu bak jiddiylikka qarama qarang, hozir men o'zimni qanday bilishni uqamotiman. Men sizni riyosatchilik imtihon berib deb anglagandim. Oxirgacha qaysimiz? Ma'lum nada o'tirdi? Misha o'tasizmi? Men bu yerda men o'qish tekst qilaman. Bo'ladi. Boshlandik ya? Bo'ldi. Xo'shada unda bo'lsa, eng oldi bilan ekran oldidagi ko'rmallaringizga illiq tabassumlaringiz bilan bir salomingizni yo'llasangiz, anandan davomli paranglashmaysiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Suyimli ko'rmanlar, naq maydondagi suyimlik tomoshabinlar. Hammalarninki mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Sizlar bilan shu Okyan televiziyasi orqali yuz ko'rishganligim uchun intayin xursandman. Shu topda mening hissiyotimni baytan Nurali deganga o'xshash bir xil hayajon. Chunki pek uzun bo'ptiki, haqlarni ziyorat qilib, haqlarni ziyorat qilmoq uchun bu xil hissiyot sizlar bilmaysizlar, bek beyza. Qag'inin birdan bir deyishimiz bo'ladi. Qarshi olmizada. Rahmat. Oldi bilan assalom. Rahmat. Xo'sh, Munirada, sizdan eng avval so'rab baqsam, hamma odam sizni yiqilmas riyosatchi, gigant riyosatchi deb ta'riflashi ekan-ku. Qanday qilganda mushta bo'g'il bo'ldi, men sizga o'xshash bo'lay degandim. Bu savol qo'rqinchli savol qarasizlar. Odatda ayliqi bankalarning tuvida bir shirlar bor-ku. Odatda endi shu gigant degan narsa shu shirlar shuna to'g'ri kelgan. Men tunji qatimchu shu gigant Cho'lpon, gigant riyosatchi deganni anglaganda men birinchi ko'z oldimga kelgani shirlar bo'lgan-ku, ayliqaybatli qo'rqinchli shirlar. Men shunday qo'rqinchliqmi deb o'ylab qolgandim. Men qo'rqinchli bo'lg'achqa kishilarga surlik ta'sir bergachqa meni gigant dedim-ya deb o'ylagandim. Keyin qarab baqsam, bu gigant degan so'zningki ma'nosi yiqilmas degan gapkan-ku. Ya'ni nihoyatda mustahkam. Shundoq. Ya'ni mundaq aytgan chaqda o'zgarmaydigan. Hayratlik degan ma'nolari bor ekan. Shuning bilan balkim mening shu 20 yillik xizmat hayotimda mening riyosatchilik uslubimning o'zgarmasligichu. Ya mundaq aytgan chaqda kishilarga berayotgan ta'sirimninki bir xil mengishi. Yana bir jihat aytgan chaqda mening riyosatchilik uslubimning izchil holda shu xalqqa yaqin mengishi meni uzun mazgilcha xalq bilan birga mengibdi-chu. Shunlashqa meni shunda deb o'yladim-ki deb tushundim. Agarda endi mushundaq bir riyosatchi bo'lish to'g'ri kelsa, oldi bilan simotni jiqroq yeyish kerak. Andiki shirdak bo'g'il bo'ladi odamga. Sizningcha adam men bo'la olamdim. Ko'zingiz yetdi. Bijalarim qanday mo'ya meni. Unda men imtihon baqaysizmi? Xo'sh, Nurali, familiyangiz nima? Hasan. Nurali Hasan. Nurali Hasan, shundaqmi? Ismingizning ma'nosi nima? Ismimning ma'nosi Nurali Hasan bo'lib, Nurali Hasan degan gap. Nur Ali degan so'zni tarkib topgan shundaqmi? Andiki Hasan degan sizning familiyangiz shundaqmi? Uyingizning adresini topsangiz bo'ladimi? Bo'ldi, lekin ekran oldidagi ko'rmalar bilib bek avarib ketamo kunda beringlar. Undasa, herhalde yiqilmas riyosatchi bo'lish oz qopdi. Az qopdimi? Az qopdim. Men de qo'sh qo'ydim. Men tunji ta'siratimda ya. Men sizni birinchi qatim ko'rishim. Siz haqida menda tushuncha yo'q. Lekin tunji bergan ta'siringizda men yoqtirgan bir narsa bor-da. Masalan, siz men bilan amal va eng oddiy bo'lgan savollar bilan paranglashib qoldingizda. Rostlaysan bizningki riyosatchilarningki
umumiy qurilmasida ko'pincha vaqtlarda biz odatlangan so'zlarni ko'proq qilamiz-ku. Qarshi tarafning hissiyotini ko'p o'ylashmaymiz. Siz mush Muniradan bak ig'ri bisiq qachon shunglashqa chaqchaq bilan boshlaydigan amaliyotda siz meni anchalik tushunmadingiz. Men qarang sizga. Ay, chunki mush 20 yilning yaqi mush ekran orqali tomoshabinlar mening birli yuzimni ko'rdi. Amaliyotda mening ikki yuzim bor qarang. Bugun endi mush yana bir yuzimni açıdığan, mundaq aytgan chaqda. Erkin paranglash qilib bo'ladi afkam. Bo'ladi, bomamda bor deyman. Ular erkin paranglaşayli bo'ldilar. Bir sorayman. Ha, bo'ladi. Adam shu menlam emas, shu ekran oldidagi ko'rmalarimiz bo'lsin, naq maydondagi tomoshabinlarimiz bo'lsin. Balaliq vaqtlaringiz bak qiziqadi ekanmiz qarang. Sizning kichik vaqtimizdan tortib ko'rib cho'ngildim. Şahsen ben ekranlarda gördüm. Bugün bana 100 lirani oturup paranlaş şerpiga muyassar boldum. Ben beklam hazırqa men özümün hissiyatımı başqacha la til bilan ifodalab beraman. Çoğun hepsini ko'rganda bir xil ta'sir. Men qo'rqaman shu yoshlar, chunki o'zimniki garchi yeshim yil atlayotgan bo'lsa-mu, ruhim yanala yangi televiziya stansiyaga kirgan. Sizning yeshingizda naq 22 yoshda men televiziya stansiyaga kirgan. Aşı vaqtidagidek his qilaman-chi o'zimni. Ruhim shu holdada 22 yoshda ish baxmidim, 1 yoshmi. Şoňa nurgullar sizning programmangizni ko'rib cho'ng bo'lgan desa, ko'nglim shunday yerim bo'ladi qarang. Bir xil cho'ng apa bo'lib qolgandek, amaliyatim ham az qoldim cho'ng apa bo'lgan. Ya men unda menda dimidim-da hergiz amdiliqqa sizga boshqacha ta'sir berib qo'ymay deb bek ehtiyot bilan davram yashnib qolgan bo'lsangizmi deb olsangiz bo'laverdi odat meningcha. Bularama. Ha bo'laverdi. Bularama. Unda bo'lsa shu balliq davringizda bir so'zlab bersangiz, bir unda eslab bersangiz, işte atraf anglaysiz. Kichik balalarga cho'chak aytib bergandek tuyg'u bo'ladi. Rasmiy esamchi, mening ayliqqa balaligim yomon jiroq. Masalan, bek jiroq ketgandek his qilaman, chunki bek burun tug'ilib ekanman qarangman. Bek uzun yillar ilgari tug'ilib ekanman. Ash necha ming yil muqaddam degandek. Bizning davrimizda qarang, televizor degan narsa yo'q deydi-a. Biz tug'ilgan chaqlarda shu radio degan ajoyib bir cho'ng narsa edi. Kinoxonlar degan bizning cho'ng bo'lgan yerlarimiz-ku. Men shu chaqlardamda o'ylab baqsam, shu radioga ajoyib qiziqib ekanman. Belki menga o'xshash nurg'un kichik bolalar shunday bo'lishi mumkin. Shu vaqtida qandaq desa, hamma kichik bolalar shu radioning ichida bir odam bor deb o'ylaydi-da. Menmi shu nurg'un bolalarga o'xshash radioning kayniga o'tibjimda cho'qchilab baqqan. Mushning kayni gap qilayotgan odam kim bu debjim. Shunda qiziqandim. Lekin cho'nglar tushuntirib berdi, balam bu undaq emas deb menga aytdi. Dadam bek ilmiy odamchi. Qarang balam, bu degan magnet debjim. Ovozlar bunda tok yo'llari orqali kelib tushunmayman. Lekin yana men ash kayinda bir narsa bor deb o'ylayman-da. Shu vaqtda men bak qiziqib qolgan. Bu qandaq odamlar so'zlaydigando debchi. Lekin hamda nurg'un odamlar deydi, balkim riyosatchi bo'lgan, diktor bo'lganlar hammasini kichik vaqtda orzuy shu bo'lish mumkin. Amaliyot mening orzuyim u emasdi. Yaqinlashdi. Mening orzuyim muxbirdi. Muxbir bo'lganim gazetxonning muxbirdi-chi asli. Men cho'qim gazetxonda ishlayman, o'qimayman, nemish ekan tang. Mush gazetxonning muxbiri bo'lish ajoyib bir yuksak. Shunglashqamki men hozirmi mush gazetxonda ishlagan muxbirlarga bir hurmatim bor-chi, bir havas qilaman. Agarda meni yana bir qatim kasb tanlar desam, men balkim shu sumkamni ko'tarib chiqib ketib, etis qirlar yuradigan gazetxonning muxbiri bo'lishini shu tanlashim mumkin. Chunki televizion biz o'chada ko'rmadik. Radio biz uchun yangilik, lekin gazetlar biz uchun yaqin narsada. Yangi sabodim chiqqan chaqda shu o'qigan kitoblarni cho'ng narsani o'qib ekanman, o'zim yeshim qilmas kelmaygan. Shu chaqlarda men Xinhua agentligi degan xatga bek qiziqib qoldim. Bu Xinhua agentligi degan ajoyib bir cho'ng narsada. Men kelgusida nima bo'lsa, Xinhua agentligining muxbiri bo'laman. deb ashna deydim. Xinhua agentligining nariligini bilmayman, lekin menda ashna bir xil tuyg'u bor. Men cho'ng bo'lganda chuqur muxbiri bo'laman deb o'ylagan. Shunlashqamki kichigimdan tortib ashna bir xilqi muxbirlikqa qiziqdim. Muxbirlikning nimaligini bilmayman. Lekin nima deb o'ylayman desa, muxbir degan hikoya ayta oladigan odam debchim. Men hikoya to'qishga bek ustutdim. Ma gaplaringizdan hammasi lekin rost ha? Ha, bu rost. Bu rost. Men kichik vaqtimda biz hozirgi bolalarga selishtirgan bizning kichik vaqtimiz bek ko'ngilli o'tgan. Sizlar ishinglar qizib ketdi-da, bizning mahallamiz ya, o'chada kichikkina mahalla, men qaramay tug'ilib cho'ng bo'lgan. Bizning mahallamiz hamma uylar o'xshash, hamma odamning turmush saviyasi o'xshash. Kashda cho'nglar mahallada o'tirdi, biz bolalar o'ynaymiz.
Şu vaqtlarda mening bir alayhida rolim batdi. U rolim nimasi balalarga cho'chak so'zlab berishdi. Mening savodim bek baldir chiqqan. Dastlab cho'chaklarni o'qidim. Uning üstüne Subuydin bek baldir boshlab oldim-da. Shunga bu Subuydiki qahramonlar bek ko'p bo'lgandan keyin ash hikoyadan so'zlab beraman-da balalarga. So'zlab bersam balalar shunda havaslanib anglaydi. Bizga ham so'zlab beraman do'st, biz havaslanib oldik. Albatta. Ben başlaydım şu çağlarda. Şunun bilen bu balalar bek qiziqqandan keyin menga. Men balalar menga shunday rozimanlik bilan, oy, rozimandan ilanlik uyquga bo'ldim. Balalar shunday qiziqib, havaslanib o'tirib anglasa, men qanday tuyg'u bo'lib ekanman desa, bir xil huzurlanib ekanman. Balki menda keyingi vaqtda riyosatchi bo'lgandimi, men shu kishilarning menga baqqandagi bir mamnuniyat tuyg'usini huzurlangan bo'lishim mumkin-ku. Bu bir xil rozimanlik tuyg'usi, ajoyib. Baytan siz riyosatchilik to'g'riliq degancha bir gapni qildingiz-ku, yolqini noyati kuchlik bo'lgan bir parcha o't dedingiz-ku. Bu yerdagimiz yolqin nima desa, kishilardan sizga kelayotgan mamnuniyat-ku, sizga havaslanish. Kichigimda bolalar menga havaslanadi. Chunki men hikoyani bak yaxshi so'zlaydim. Endi bu bolalarni texnik bekara tutib turish uchun qanday qiladim desa, hikoyaning eng muhim yeri kelgan chaqda bugun hikoya şey chiqadi. E'lon beratdim. Uchoqlarda e'lonni qanday beratdim desangiz, bugun hikoya mishaychi bo'lsin. Hikoyani ati davomlashtirib beraman deb. Yiliq bolalar deb jinnimdan kitay so'zlab berdi degan. Yo'q, ati so'zlab beraman deb. Ash vaqt to'shdilar, keyin kirib ketdim. Ati siydiq bolalar men chiqmasam talmurib menga. Aşna qilib ketadi-da, anon kun shuni pochi o'tirib yana alqissa deb boshlaydigan. Mening bolaligim shunday o'tgan qarang. Unda aslida sizdan yana bir narsa so'rab baqsam, ma ansam siz yangi shu riyosatchilik kasbiga yusran imtihon qatnashgan vaqtda o'qituvchilar sizdan bir kamchiligingizni bayqab qolgan vaqtda siz chiroyli bir gap qilib ekansiz shularga. Bu hikoya hozir mush axborot sohasida muntazam tarbiyalanayotgan bolalarga kamchilikni ortiqchilikka aylantirishdan iborat cho'ng bir madad bo'lib kelibdi. Mushu hikoya rasmo. Ben önce dostlarımdan anlagandım deb sizga qoyilligim texim oshqanti. To'g'risi tafsili so'zlab beraman. Endi hamma odamning kamchiligi bo'ladi-ku. Albatta dunyoda kamkusiz odam bo'lmaydi. Kamkusiz bo'lsak odam bo'lmay qolamiz bu chaqda. Lekin odam o'zining kamchiligini bilish bu bir yaxshi ish-ku. Kamchiligimizni bilsak, mush kamchiligimizni qanday qilib ortiqchilik aylantirishni o'rganamiz-ku. Shunlashmish istiqbol sahnasida shu bolalar jiddiylashgan vaqtida men bek deyman. Jiddiylaşganlarning o'zi yaxshi ish. Demak, sizlar mushqa ahamiyat berib o'tibsizlar. Dunyoda har qanday vaqtda passiv narsani aktiv narsaga aylantirg'ili bo'ladi. Masalan, men yangi televiziyadan imtihon bergan vaqtimda, men bir qancha imtihon berganchu. Shu chaqda men kichikroq yerlarga o'tamadim. Kichikroq yerlarga o'tamadim-da. Shuning bilan men o'zimga mundaq dedim. Hey, bilmayapsizlar juma. Aqlsizdan Isaxon dedim shu chaqda. Hey, bilmayapsan, meni tunimayapsan, xap, tunimayapsan dedim. Shu chaqda mening balki men maskidadigan o'rin emas dedim. Bu yer mening o'rnim bu yerda emas ekan, mening o'rnim yana bir yerda bo'lishi mumkin deb Xinjiang televiziya stansiyasiga imtihon berdim. Xinjiang televiziya stansiyasiga imtihon bergan vaqtimda shu chaqda hamda bizning ma'lumlarimiz meni bir asar o'qitdi-da. Asar o'qitgandan keyin men bunda qarab ketdi. Qarab ketib, "Mushu sizning mushu og'zingiz sal" dedi. "Ha, mening og'zim sal maymoq." Dedim. "Nimishqa deganda, hammadan biladi men gap qilgan chig'imda bir tarafim sal egiz chiqib ketadi." Eliqi noyati o'lchamlik emas-da. Ayni vaqtda Xinjiang televiziya stansiyasiga imtihon berishdan ilgari menda bir xil dilg'unlik bor-chu. Chunki mening nazarimda Xinjiang televiziya stansiyasining bizning ilgirki diktorlarımda qarab baksak, ular haqiqatan-chu chekib turib tanlangan diktorlardi. Burunqi ustozlarimiz-chu. Ovoz, chiroy, ularning eg'izlari dal joyida, kulsi o'tish shunda chiroyli chiqdi. Hamma yer joyida. Men mushundan ayna qarsam bir tuz yerimni topamayman-da. Hamma yerim o'rnida emasdek. Shu Xinjiang televiziya stansiyasi mening o'rnim emas deb qaragan. Lekin keyin imtihon berish jarayonida men qiyirishib qoldim-chu. Nimishqa Chuqur diktor riyosatchi bo'lish uchun hamma yeri o'lchamlik bo'lish kerakmi? Albatta, bir millatga vakolatdan aytgan chaqda biz o'lchamlik bo'lish kerak. Lekin o'lcham degan gapni biz hamma yerni durust qilsa olsak, o chaqda biz tashqo'chaqni akab o'tag'izib qo'ysak bo'ladi. Men boshqa diktor riyosatchiga o'xshamagan holda o'zimning shu kamchiligimni bilman. Shu chaqda men shu ustozga mening og'zim haqiqatan sal maymoq ketadi. Lekin mening og'zimning maymoqligi mening talaffuzimning ravonligiga hech qanday daxl yetkazmaydi. Wow.
desem, şu çağda hem de imtihan algan malumumuz külüp ketken. Külüp ketip, buludu dedi. Şundan keyin neç qıtınlıq imtihanda manga şu eğiz erkitim yoki mening o'tirish holatimning tüz emasligi yoki durust emasligi haqida nurg'unlagan ishlar bo'ldi. Dastlabda birinchi ikkinchi qadamda tanlashda meni shalib etdi. Men buni bilmem çünkü bana 3-cü qatında oxuturish topshirib olmadik. Meni olmaydigan bo'ldi deb o'yladik-da Şinjan televiziya stansiyasi. Keyin anki Şinjan televiziya stansiyasi meni qabul qilganligi haqida oxuturishni degan vaqtida men ishonmadim. Nemishqa bularni o'lchimiga tushmaydigan to'sam men, nemishqa meni tanlaydi? Dedim, lekin ko'nglimda shunchalik bir xo'shallik bor. Men ayni vaqtida imtihon bergan vaqtimizda Obulqasim Xo'ja Ahmad degan kishining ishxonasiga kirgan, o'chaq muavin stansi boshlig'i ekan. Men menga unutib qolmayman bu odamni. Chunki bu odam bir yangilik yaratquchi. Ya'ni diktor riyosatchilarni imtihon edishda uning chiroyi, ovozini emas, balki uning bilim qurilmasini va yoki uning ijodiy qobiliyatini asos qilaylik degan fikrni o'tirib qo'yibdi ekan. Shu men bu odamning yoniga tunji qadim kirgan vaqtimda bu odam menga mundaq bir gapni qilgan. Men o'zimninki tarjimaligimni topshirib, imtihon bergili keldim desam, men riyosatchiga imtihon bergili keldim, sen bu odam mundaq dedi menga. Fuqa, bizning diktorlarimiz to'liq dedi. Asli qoida bo'yicha men adam to'liqqa deb yenib ketsam bo'ladi. Lekin men u odamga mundaq dedim. Yo'q, men diktorlik emas, riyosatchiga imtihon bergili keldim dedim. Desam bu odam, bizning bu yerda Miş diktorlarning o'zi riyosatchilik qiladi, e'lonchilikni bizning diktorlarimiz o'zi olib beryapti dedi. Deganda shunda men yo'q, men riyosatchi bo'lmoqchi. Diktorlik bilan riyosatchilik o'xshamaydi dedim. Shunda qaramli qildim-da ayni vaqtida. O'shada vut chiqa deb chiqarib atmabdi meni. Shu bu odamga nisbatan mening ko'nglimda shunchalik minnatdorligim bor. Garchi bir stansiyaning muavin boshlig'i bir muncha odamning taqdiri shu odamning qo'lida bo'lsa-mu, o'shadam mush bir kichkina qiz meni oldimga kirib oqsoqollik qilyapti deb qaramay, osh odam mening mushu fikr qilish usulimni ijodiylik deb tushunibdi. Shundan bu odam bo'ladi imtihon berib beqing deb meni yana bir ustozning yoniga chiqargan. U ustoz meni og'zingiz maymoqkan degan ustozimiz shu-da. Ya'ni u ustozimizning yaxshi yeri deb mening udul demaydi, sizning bir yeringiz deydi-da. Shunda men uni e'tirof qildim. Shuning bilan bizning imtihon oldi, ketdik. Keyin anondan bu odam mahirlarning materialini ko'rgan vaqtida ash kallasida men qolgan bo'lg'ashqa, ash qizning materialini qayta ko'rib baqay dedi. Mening aniq silni intamni ko'rgandan keyin, yo'q. Bizning tanlayotganimiz dal mush qiz. Deb shu chaqda hamda men va Ablat Abdurim degan savodishim ishkaylarni tanladi. Shunlashqa bir odam hayotida o'zining taqdirini o'zgartgan odamlarni menga unutib qolmaslik kerak deb o'ylayman-chi. Hamda shu Obulqasim Xo'ja Ahmad va ayni vaqtdagi bizning ustozimiz G'olib Niyaz qatorliqlar qoidani buzganchi. Bular islohotchilar deyish kerak. Agarda ular qoidani buzib turib tanlamagan bo'lsa, bugungi kunda Munira opera Şinjan televiziya stansiyasi ishlamaydi. Shundaqla men ularga rahmat aytish bilan birlikda o'zimga rahmat aytaman. Agar men ayni vaqtida ma'lum bir kichik televiziya stansiyasi bilan rad qilingan vaqtimda men Şinjan televiziya stansiyasiga berishga jur'at qilmagan bo'lsam, balkim men boshqa yerlarda yurgan bo'lgandim. Shundaqla men ularga rahmat aytaman, o'zimga rahmat aytaman. Odam o'zining hayotida nurg'unlar yaxshi odamlarga uchrashgan birlikda o'zigimi to'xtamay jang e'lon qilish kerak ekan-ku, o'zini e'tirof qilish kerak. Mayli sizning kamchiligingiz bo'lsin, mayli ortiqchiligingiz bo'lsin, hammasi bir boylik. Balkim sizning kamchiligingiz nurg'un vaqtlarda sizning ortiqchiligingizdan ortiq bo'ladi. Masalan, mening kamchiligim nima desa, men to'xtamay kishidan qezishga amraqda ishqirlab savol so'rayman. Men bir qitimlik savoldan bo'ldi qilmayman. Shunlashqimi mening kichik vaqtimda muallirim oqsoqol deydi meni. Masalan, mening bir radioda o'qitishim bo'ladigan, ismini atmay, mening shu ko'rsatkichimga har qitimda o'chaq ko'rsatkichi yoziladi, unda nomerlar asos bo'lmaydi. Aningda a'lo, maningda a'lo deb kamchiligi ekan savolni jiq so'raydi deb meni faqat 3 yaxshi qilmaydi qarang. Savolni jiq so'raydi deb. Nima qilsa men o'zim bilmagan narsaga to'xtamay savol so'rayman da. Amaliyotda buni ayni vaqt kamchilik deb qaragan. Balalardagi oqsoqollikni kamchilik deb o'ylaymiz nurg'un vaqtlarda. Amaliyotda bu kamchilik ba'zi bir sohalarda ortiqchilik bo'lib qolishi mumkin-da. Shunlashqa balalarimizga nisbatan, atrofimizdagi shundaq yoshlarga nisbatan meningcha o'zimizning kamchiligini tunish bek muhim. Odam qachonliq o'zining kamchiligini bayqagan vaqtida qarang, ortiqchiligini bayqaydi ekan. Bir riyosatchiga nisbatan uning turmush holati, uning eng yaxshi holati-chu. Shunlashqa dastlab xabarga chiqqan vaqtida nurg'un odam qabul qilamidi-chu meni. Masalan, ixtiyoriy o'tirman, oldimga tashlayman, sochlarimni erkin holatda, kiyinishim boshqalarga o'xshab ketmaydi. Og'zim texmi o'xshamaydi-a? Unda bo'lgan.
Onda bo'lgandan keyin kunamidi. Lekin asta-asta Әмі диктор ашна отырған болды. Азыр мәсәлән безнең дикторларыбыз алдык сәл иңеш бирак отырды. Чөнки иңеш отырган чагда рахат отырган булды. Шунда монда отырып алган чагда нәфәс мыраман чыкмайдыган туса. Колларын әркем куйды. Мәсәлән, кагазны чукым, мәсәлән, монда тутып отыр икән, мен монда куйдым. Монда куйдым, да карайтым. Бу хил халатлар карамаккан айт адди нәрсә булган белән, әйне вакытта дигән 93нче елда 94нче елдагы Шинҗаң телевизия станциясына нисбәтән дәвр бөлгүч дип каралатты. Onda olsa da şu naq gapni so'rayman. Ha, naqni. Sizni bek chiroyli naqsh ayta olaysiz deb o'yladim. Ya bu yağın. Boshqalardan anladım. Bu yağın. Ko'rdim desamchi. Nerede gördünüz? Bir yerda. Nerede? Bir yerda. Nerede? Bir yerda. Ya ishqida karaoke'da kömeksiz meni. Lekin sizning o'quvchilaringizdan anlagan Muniradan bek yaxshi naqsh ayta olaydi amaliyotda, lekin aytmaydi ekan deb shu. Ras men naqshni bek yaxshi aytmayman, lekin aytmayman qarang. Nimishqa? Lekin bu programmamiz faqat o'xshamaydi qarang boshqa programmalar. Qilalig'iningizcha bir qilib bermisingiz, o'tag'alla. Chunki men naqsh yasam nurg'un odamlarning qechib ketishidan ansirayman. Menga o'sha kelishidan ansirayman. Qarang, unda meni majburman. Ya o'shib qolmaymiz, o'shib qolgan shularni aytib bersinmi bola. Ben rastlım naqsh aytamayman. G'inshiyalayman. Ikki misra g'ingsh beranga bo'pti. G'insib baqayman. G'inshimaylar bo'ldi. Yo'q, g'ingsh beranga. Ikki misra. Eliqi, men bu gapni bek yaxshi ko'rmay, qushqash bo'lsin, qassob so'ysin degan. Yo'q. Birisi naqsha qarang qushqash emas. Ikkinchidan men qassob emas. Ha, shunga So'nashqa so'yib baqandim. Naqshilar aytgani yaxshi. Lekin men o'zim yaxshi ko'radigan, o'zim aytib baqqan bir naqshning ikki misrasini. Azroq voy. nima qilib baqay bo'pti. Hayat lazzati degan naqshining azroq oldini aytib beray. Hayatning lazzati nada? Sen tökкен halal terda. Бәхет тамчылары чахнап, күзіңне тосмысын пәрдә. Сән төккен халал пәрдә. Бәхет тамчылары чахнап, күзіңне тосмысын пәрдә. Da ovozingiz shunda chiroyli ekan, endi naqsh etmaysiz. Aytamdim. Men bunda bir talonlab olgan bilgan bo'lsam, naqshni ozroq tayyorlik qilib kerak ekan, rostini aytsam, men odatda pek naqsh aytib ketmayman, chunki naqsh aytsam ovozim sal qo'ydigandek o'ylayman-chu. Shunlashqa faqat aytmabdi ekanman. Bo'lmasa nurg'un men naqshni yaxshi aytamayman, lekin pek yaxshi anglayman qarang. Bo'lsa munda qilaylik, yaxshi naqshni bir necha qo'yib bering, men anglab beray. Ma'qul. To'g'ri. Siz usul o'ynab bersangiz biz qo'yib beraylik. 3-4. Ya, undan Aşağı qilaylik. Gapli qilaylik. Biz muşta programmamiz tuyuqsiz o'ynaymiz-ku. Uyutqadim, shuncha ketgandikin bo'ldi-ku, ha? Bular. Ko'raytamda. Ya, usulni ko'manglar bo'ldi. Mayli, o'tirib yaxshi o'ynay olmayman, usulni qarang. Ha, mayli. O'tirib yaxshi o'ynaysiz, men cho'kilib beray o'rnimga. Suloymay. Meni oyoq qo'yinglar, unda qilmanglar. Meni obrazimga ta'sir etadigan ishlarni qilmaylik. Bo'pti, sizdan tanqislik qo'ymaylik unda bo'lsa. Rahmat aka. Naqshingizga rahmat. Rahmat. Amda programmamizdan yana bir bo'ligi bor-ku. Bu bo'lakda amda sizga oid bir 8 savol so'rildi. Bu savol qanday bo'lishidan qat'iy nazar rostchilik bilan, samimiylik bilan javob berishingizni umid qilamiz. Samimiylik. Samimiylik talab qilsa shunda ma'qul. Ma'qulmi? Ma'qul. Unda bo'lsa, birinchi savol. Xo'sh. Siz qaysi tomoqni ichishga bekrak usta? Buni da menimda bir maxfiyatligini deb berishim to'g'ri keldi. Men sayko'kdan anchibek yeb ketmayman danglar. Wow. Go'sht. Men go'shtxo'r. Men shu asosliq go'sht tomoqlarni yeyman. Shunlashqa ba'zi do'stlarimiz sayimiz qanday bo'ladi, keyin qanday qolib qoladi, menchilik adam bo'ladi. Hech nima bo'lmaydi. Ixtiyor qilib beringlar deyman, lekin ekran oldidagi yosh ota-onalar meni tillab ketmanglar. Lekin och bolalarga
Çoğun boğanda men ama gepim yetkizip qo'yinglar. Endi ziyan tatib atman, sen yemeganning ziynini endi ko'rib atman. Cho'qim ko'ktat, ko'ktat, ko'k yeyish kerak ekanda. Men kichigimda ko'ktatni bak yeb ketmagach, men qizimliq tamoqlarga intayin usta. Qaysi tamoqlar emas, qizimliqli tamoq bo'lsa, men gul keltirayman. İşte ama. Etib beramda miyada. Qozon qimish tayyorlab qo'ymansizlar. İçildi asxana. Go'sht, non, narin, petermanta, tugre, chuchra, kotlet, qatorliq turdiki tamoqlarni men endi shundoq yaxshi quzg'im yechib o'tdi. Shularni yaxshi yetaman. Bir kun bering uyimga yetib beray. Hozir mangayda ham. Xo'sh, maqlamsa shunday bo'lsin-da. Rahmat dada. Unda olsam men keyingisiga o'tib ketdim. Savolimlar bek oddiy bu. Bek oddiymi? Bek oddiy. Yaman so'rayman unda olsam. Yaman. Siz yangidan yetishib chiqayotgan, ko'zga ko'ringan riyosatchilarga qanday qaraysiz? Ularning uslubini yoqtiramsiz? Bu savollarni biroz jinniva savol. Hozir yetishib chiqayotgan yosh riyosatchilarning asosiyatini yaxshi ko'rma. Ularning uslubini yoqtirma. Nemishqa deganda, hozirgi yosh riyosatchilar biz davrdagi kishilarda yo'q bir narsa bor-ku. Ular sal qaram. Qaramliqning yaxshi tarafim bor, yomon tarafim bor. Yaxshi tarafi siz yangilikni tez qabul qila olasiz, qaram bo'lsangiz. Lekin yangilikqa agishib ketish xohishi, ya'ni qaramliqdan kelib chiqadi. Shundaqqa men hozirgi yosh riyosatchilarni andaq-mundaq demayman, asosiyatini yoqtiraman. Lekin shu qaramliqni to'g'ri yo'lda ishlatishni umid qilaman. Rahmat. Unda olsam keyingi savolimga o'tib ketdim. Siz o'z kasbingizdanmi bakrak yaxshi ko'radigan boshqa kasb bormi? O'z kasbimdanmi bakrak yaxshi ko'radigan kasb? Bor. Masalan, men riyosatchilikni kasb nuqtasidan, kasb nuqtasidan intayin yaxshi ko'raman. Agar buningdan yaxshi ko'rgan kasbim bo'lsa, ana bo'lish. Agarda men bir yaxshi riyosatchi bo'lgan bo'lsam, bu mening hayotimdagi 50% muvaffaqiyat bo'ladi. Agar men bir yaxshi ona bo'lamsam, men muvaffaqiyatim nolga hisob bo'ladi deb qarayman. Chunki mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, u chuqum kasb muvaffaqiyat qozonish uchun tirishish kerak. Kasb natija qozonimiz bo'lmaydi, u 100 kelmaydi, o'zigim 100 kelmaydi, jamiyatga 100 kelmaydi. Lekin biz oilada farzand tarbiyasini yaxshi olib beramisak, bu baq qo'rqinchli ish ekan. Mening hozir eng cho'ng tanlashim bir yaxshi ona bo'lish. O'g'lim bilan texmi ko'proq vaqt birga bo'lish, o'g'limga texmi ko'p mehrimni berish, o'g'limni men kutgandek emas, o'g'lim o'zi xohlagandek bir odam bo'lishga yordam qilish, mush men eng yaxshi ko'rgan kasb. O'g'lingiz necha yosh? O'g'lim to'g'ri so'zlashni yaxshi ko'raman. O'g'lim bu yil 1-oyda 17 yoshga kirdi. O'g'limning hozirgi nishonimi kelgusida direktor riyosatchi bo'lish. Wow, hozircha nada o'qiyotdi? Hozir to'liq 2-yillikda o'qiyotdi. Kelajali hamda shu axborot taqtish institutiga, ya bo'lmasa Shinyan universitetining axborot taqtish institutiga, ya markaziy axborot taqtish universitetiga. Biz ikisining birisiga imtihon bersam deb o'ylab atdim. Rostini aytsam, o'g'limchu mening riyosatchi uslubimni yaxshi ko'rmaydi. Nimishqa? Kimni yaxshi ko'rdi? Men o'g'lim hech kimni yaxshi ko'rmaydi. Men o'g'limning eng yaxshi ko'rgan yerim nima desizchi? O'g'lim hech kimni riyosatchi uslubini o'rashni xohlamaydi. Shunlashqa dastlabda men o'g'limninki bu xil arzusini ancha qo'llab ketmagandim. Nimishqa deganda, men o'g'limda undaq alomatlarni bak sezmaganchu. Men bak sezib ketmabdi ekanman. Shu hayotda men yaxshi ona bo'lishni tanlayman, kasb qilaman deganim shu. Men yaxshi ona bo'lamabdim. Men o'g'limdagi nurg'un ortiqchiliklarni, o'g'limdagi qiziqishlarni, o'g'limning nishonining nima ekanligini men bilmabdim-chu. Shunlashqa men qarog'ulachi o'g'limni doktor bo'lsa, olim bo'lsa, fan tadqiqotchi bo'lsam, tabiiy fan o'qiysa deb men o'g'limga kichikdan tortib, ash ideyani singdirib menibdim. Endi o'g'lim hozir qarshilish mezgilida bu ifodalayapti-da, o'zining arzusini nima ekanligini. Shunga men asta-asta men qandoq ona bo'lib qoldim men. O'zimning balamning mushunchalar bir havasining borligini, texmi baldiroq men o'g'limga mush yo'lni ko'rsatishim lozimligini men bayqamabdim-da nechaqni yoqi. Endi hozir o'g'lim bilan bu jihat ko'p paranglashimiz.
Ben oğlumdaki bu xil alaylıkni bayqagandan keyin bir xoş buldum, bir baydıqda məyuslandım. Lekin men işinime oğlum çoxum texim yaxşı riyasətçi bola alaydı. Çünki onunda bir riyasətçi bulursan hamıda mühim nəsi var. Yani faqatla özü buluş. Muş özü buluş. Başqalarga oxşamaydigan. Muş alaylığı buladı ekan. Meningcha oğlum çoxum yaxşı riyasətçi bola alaydı. Arzu armanlarga yetiş üçün tilektaş biz. Rahmat. Sizin rahmetinizden olsa ben yana keyingisi götürüp gideyim. Xoş. Hazır naq maydanda hech qanday tayyorliqsiz turib, bizga riyosatchilik qilib ko'rsatib bera olamsiz. Meningcha, mundaqchi. Bu men uchun nihoyatda oddiy narsa deb o'ylayman. Oddiymi? Nihoyat oddiy deb 5 o'ylayman. minut unda olsa. Masala yo'q, masala 10 yo'q. minut. Mayli. 20 minut. Mayli, Siz bir aqlga soat bo'lsin olmang. bo'ladi. Chunki buningda meningcha riyosatchi uchun ikki narsa muhimchi. Riyosatchilikda bunda ikki narsa bor. Tayyorlik deymiz-ku biz. Tayyorlik ikki xil bo'ladi. Birisi qisqa mezgilli tayyorlik, birisi uzun mezgilli tayyorlik. Masalan, sizning ma'ni men qisqa mezgilli tayyorlik deyman-da, endi bu qisqa mezgilli tayyorlik, ya'ni mishqidib ziyorat uchun tayyorlik. Ham uzun mezgilli tayyorlik degan nima desa, sizning riyosatchi jarayon to'plagan tajribangiz va bilim safaringiz. Bu uzun mezgilli tayyorlikka kiradi. Shunlashqa uzun mezgilli tayyorlik va riyosatchilikka nisbatan hech qanday tayyorliksiz riyosatchilik qilish masalasi mavjud emas. Chunki bizga tayyorliksiz degan, chunki biz izchil tayyorlik holatda. Shunlashqa riyosatchilik qilib beramdim. Qilib bering. Masalan, sizlarningki talabinglar xalgan. Cho'lpon keldi programmamizga. Bo'ldi unda olsa, ma'qul. Assalomu alaykum rahmatli ko'rman do'stlar. Assalomu alaykum. Ekran oldida qadrli ko'rman do'stlar. Ko'rib atqaninglar Okean televiziyasining Cho'lpon keldi degan programmasi. Cho'lpon degan so'z meningcha nurg'ulg'an kishilar yaxshi ko'radigan so'z, chunki bizning yoshlarimiz cho'lpon bo'lishni orzu qiladi. Cho'lponlarga ajoyib yerisman va cho'lponlarga muxlis bo'ladi. Meningcha ekran oldidagi sizmi o'zingizning ko'nglingizni shu topda bir qancha cho'lpon sanab bering desam, tabiiy sanay olasiz. Shundaqmi? Masalan, Munira G'upur degan. Unda bo'lsa, bugun biz Cho'lpon keldi degan programmamizga sizlar o'ylabmi baxmagan yangi bir cho'lponni taklif qildik. Men sizlarga u cho'lpon haqida ozroq uchur beray. Aldı və o çolpanın boyu intayin X. İkinci xil alayliki, o çolpanın çeçi keynigə örülüb taralған. Aldыңlar, Ümit Tursun'a gəldіңlar mı göz aldыңlar? Hatta, Ümit Tursun emas, Ümit Tursun'un çek igiz emas. Da qalsa, yəni gelib, o çolpan külsü intayin çıraylıq gülüdü. O çolpan adətdə kostyum giymeydi. Töt xil alaylıqın dəb boldum. Menenç aqıllıq tamaşbılarımız bu çolpanın kimligini bilib bolduğu deyməni. Bilmedinglarmi? Chunki bu cho'lpon texi cho'lpon emas. Xo'sh. Unda bo'lsa, cho'lpon emas bu kishi nima qilib bizning programmamizga qatnashadi? Chunki endi men uni cho'lpon qilmoqchi. Xo'sh, unda alqış sadalarimiz bilan bugungi programmamizda cho'lpon bo'lmoqchi bo'lgan bu yigitni taklif qilaman. Qani, xo'psizlar. Qani, rahmat. Ben bek bichar qoldim ya. Oturib turing endi. Assalomu alaykum. Programmamizga kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Alaykum assalom. Bizning programmamizning ismini bilasiz-ku deyman, a? Bilaman. Programmamizning ismi nima? Cho'lpon keldi. Amsa, sizni so'rab boqay. Siz cho'lponmi? Yo'q. Cho'lpon bo'lishni orzu qilamsiz? Yo'q. Unda nima keldingiz bizning programmaga? Men cho'lponni ko'ygilik keldim. Yaxshi. Unda bo'lsa, cho'lpon bo'lishning bir qancha xil sharti bor. Oldi bilan biz bir sizning kichkina intamab boqaylik. Agarda bu shartlarga to'sangiz, siz cho'qim cho'lpon bo'la olasiz. Albatta ismingizni deb bergan bo'lsangiz. Ismim Akbar Abdurayim. Akbar Abdurayim. Vah, Akbar Abdurayim degan ismni o'zi bir cho'lponlik xususiyat chiqib turdi-ku. Riyosatchilikni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman, ammo bilmadim. Men sizni bayqab qilishimning sababi sizda bir xil riyosatchilikka xos bo'lgan bir xil usul bor ekan-ku. Bunda uslub bor ekan. Masalan, odatda riyosatchi bo'lgan odamlar qarang, kishiga tikilib qaraydi. Nas Bulup bu çoğulpan riyasatçılar aşındaq naydı tikilip qaraydı. Bu tikilip qaraş arqılı qarşı tarafını uduq turdu qana. Sesememek uduq ketip atdı. Nimalda qaraysiz deymen buğa. Allah, neymiş qaraydıqanda bu bala. Adat tikilip qaray bu birincisi. Şunu çoğulpan buluşunuzda ümit ba. Anan ekin yana birisi, şu çoğulpan bulduğu adamlar mikrofonu ne qaşında tutudu. Aşı halatınızın özü sizin kendisi bir yax çoğulpan bulduğalığınızın diyerek berdim.
Üçüncü xil alaylik, yani çolpan boğalı adetmiş, kökrağını yaxşı gördük. Kökrağını intayını yaxşı gördü. Mesela, mağ oxşaşdı əmdi. Adet bunu kökrağın deyimiz o? Çolpan bulduğalla adette, çolpan bulduğu riyasetçiler bulup olmuş. Karşıda bir ziyaret o bit. Nimetse elde oturdu için. Mesela kökrağın seme elde oturdu. Çolpan da siz ne dediniz? Demek, çolpan buluşun asas şartlarını hazırlapsız, Ekber. Ekber Abdurayim bizim kilaq etimlik programımızdaki çolpan buluş ihtimallığı en çoğun boğan kelgüsü çolpanımız. Ekranlıkı tamaşpın dostlar, bu yeni çolpan tonup aldığınlar menimce Ekber Abdurayim riyasetçikini yaxşı gördü, o mikrofonunu ait yaxşı tutudu, kökrağını yaxşı gördü, şununla birlikte şu nahayet değil ki zor yoşurun küşpa. Bivas anlatışta sizin haltınızı gördüm, Nurgün adam sizin yaxşı göre kaptı. Hazır bizmiş ündüdar arkalık bir küçükkine el rayını sınap bakkan toq. Neçe oldu? 5 milyon. Kimge? Ekber Abdurayim'e berilgen bilet ma? Buldu ben anladım. Rahmet buludu. Azır üçürvesek buludu. Demek sizin kızgın karşılığımız tamaşpılarının yani 6 milyon tamaşpının siz bilet açtışı bilen bugün başta bizim programımızın riyaseti sop kaldınız. Bugün başta bizim programımız yani yeni çolpan Ekber. Ondası Nurali. Hayır hoş. Ekber. Nurali bebe devdepsiz? Hayır hoş Nurali. Hayır hoş Nurali. Bunun için bu program benim. Bunun gibi bu programımızın ismini özgürtesek kandak deysiz? Mesela. Mesela Hayır hoş Nurali. Ekber geldi. Hayır hoş Nurali. Akıl rahmet Ekber. Yaxşı nasıl faydalanız kettin ki rahmet. Akson hem de açılıp geldim. Meyil onda olsa. Onda kılay. Ben oturayım yüreği. Rahmet eder rahmet. Bak kızı değil bak. Küçüğü bizde kılay değil mi ki? Özellikle bir 10 şöyle belki ilk sualga ötep ketmekçi. Körümelerin hemisi sizden işinizin pek bilgisi var dedi. Bu mehbi mi ya? Yo. Bu mehbi emas dep o'ylayman chunki mening kitobimni peshida meni tarjimonimni bachu. Bundan sonra hozir to'g'riladim da cheksiz 1971 degan xat chiqdi ekan. Yaxshi deb o'zinglar hisoblab o'dinglar. Men qarang, meni eng zo'r olayligim matematik hisoblashga bek xam. Hamda 71 ga hamda hozirgini qo'shib edib qilib baqsa necha chiqdi, men uni bilmayman. 70, 72, 73, 74. Nurali, sizning matematikangiz yaxshi emasmi? Sizga o'xshash. Ustozlarni doğrabdım. Alinekning balus çalık yürük deb, mening nevrilerim manga o'sha çalık yürük o'xshaydi. Men bu yil 46 yoshga mangdim endi. Wow. Voy to'xtam, 46 yoshga mangdimsiz? Wow deydi u. 46 yoshga oltindek vaqt. Shundami? İnsonniki shuningga tabrikligim keldi. Men bunda tushunmabdim. Men wow degan. Voy, lekin 46 yoshda ko'rinmaydi ekansiz. Deydi deb o'ylab ekanman. Ya aş kichik vaqtimdan tatib shu ko'rsam mush chiroyingiz. Shu vaqtning gapini qilmang dedim menga. Ma'qul. Cho'ng vaqt. Men haralimga qarang. Cho'ng vaqtlarimdan tatib shu qarsam hamdalik mush chiroyingiz turdi-da hamda. Shu. Shu bir xil o'zgarmadingiz. Vah. Mushu. Ha. Qiz do'stingiz bormi yo'qali? Yo'q. Qiz do'stingiz bo'lgandan keyin qiz do'stingizni qachirib qo'ymaslik uchun men kichik bir taktik o'rgatib qo'yay. Odatda qarang, qizlarga bo'lib bo'lmish ya chiroy to'g'ri gap bo'lgancha qo'llanadigan usul borchi. Masalan, necha yosh kirdingiz siz? 28 yoshsiz. Deysiz, birinchi bo'lib shuni bilan. Nima bo'ldi unda ko'rinmadi ekanman. 18 yosh emasmi? Deysiz. Shuna baydan 46 yosh deganda 56 yosh emasmi desangiz, haliga qo'shilmandim deyman men. Nadonlik qilibman, nadonlik qilibman. Nadan sendan Isaxon. Nadonlik qilyapti sendan Isaxon degan. Xo'sh, unda bo'lsa, keyingi savolim. Xo'sh. Sizni hayotingizda eng ta'sirlantirgan ish qaysi? Hayotimda eng ta'sirlantirgan ish. Rostini aytsam, bunda ishlab bekchiq. Birsini misol qilib. Men birini deb berayim. Balkim ayni vaqtida 2004-yilda biz 10 Munavvar Viktoriya setchini baholagan vaqtimizda shu joyda Atipat degan qizni men yo'qlab qolgan birisini qo'ygan. Hamda shu bir o'lib ketish oldida turgan bir qizning menga bo'lgan muhabbati shu joyda meni ta'sirlantirgan, ekran oldidagi tomoshabinlarni yig'latgan. Men keyin o qiz o'lib ketdi haqiqatan. 13 yoshli qiz menga bir tal bilet tashlash uchun opasidan Urumchiga keldi u qiz. Shunda ta'sirlangan. Shu chaqda men bir ko'rarmanning menga bo'lgan muhabbatidan ajoyib ilhom olgan. Mushunchalar qilib tursa, mening yana tirishib ishlamaydiganga,
Meni o'zimni cho'lpan, men dаңлык riyosat deb cho'ng tutilganга nima huquqim bor deb men shu chaqda o'zim shunday savolni qo'ygan. Adamdek yaxshi ko'raman. Siz ko'zingiz bek chiroyli bo'lib ketadigansiz. Bizim kunda kulib, do'stingizcha saqib ketsiz. Ishonamsiz? Istiqbol sahnasini ishlash jarayonida birdan bir ish yuz berdi-ku. Bizning programmaga bir cho'ng apash bir qancha qitim kelib qatnashdi-ku. Hamda istiqbol sahnasi programmasini naq maydonga qatnashib baqqanlar biladi. Zerikishlik ilindi, chunki 5-6 soat ketadi-ku. Shu bir yozlig'i biz film oldik, film avitib men unda tomoshabinlarga bek diqqat qilmancha film avotgan chog'larimda tomoshabinlarimni bek ko'zlaman. Ya'ni kim diqqat qilib anglayotdi? Chunki diqqat qilib anglayotgan tomoshabinga bizmi diqqat qilish bu bir hurmatchu. U kuni biz uda 3 son film oldik. Shu cho'ng apamiz ikkinchi son film bo'lgan vaqtida men hamda ekrandagi umumiy holat va ko'rinishning chiroyligligiga ahamiyat beramiz deb men egiz boshliq oyoq bilan turman. Bu cho'ng apamiz oldingi kuni men kelgan. İkinci günü kelgan vaqtida shu biz arliqdagi dam olishda ataydan meni izlab chiqibdi. Bir qilin sapnikash og'ish kelibdi o'ylaganimiz. Bek yerib ketdi ekansiz. Mening sizga qarab bek ichim og'rib ketdi. Shunlashqa men tunigin bir kun mishada o'tirib sizning programmangizni ko'rib, ichim bek og'rib ketdi sizga. Qizim chunki bunda turaversa ayol kishiga nisbatan salomatlikka ig'ir ziyni bo'ladi. Men shuna diqqat qilib baxsam, hatto sizning putingizning tomirlarigacha shu ko'pish bo'pti. Arliqdimi siz yanılamiz oyog'ingizni sanmayla keyniga ulaydi ekansiz. Shunga 10 minut dam olish bo'lsa-mu, mush sapnikashni kiyib olamdiki deb men ata-aytimni setib akeldim. Deb iliq sapnikashni menga beribdi. Endi shunchalik ta'sirlanib ketdim. Endi bir cho'ng animiz. Men bilan hech qanday munosabat yo'q. Shuncha ko'p odam ko'rdi bu programmani. Nurg'un odam mening putimdan qanchalik telib ketadiganligini, yerib ketadiganligini biladi. Ish chaqirtishi mumkin. Lekin o'sha onamiz meni o'zim bir farzandining o'rnida ko'rib, ash menga ichchi og'rib, sapnikashni, garchi sapnikash chiqib bo'lsa, o'ndan tuyandi. Ashni setib deb olib kelibdi. Sapnikash hozirgacha ishxonamda-da. Uningga men 1 yildan oshdi, 2 yil bo'lib qopti. Izchil holda shu sapnikashni men kiyib kelyapman. Ishxonamga kiraman, oldi bilan oyog'imni almashtiraman, shu sapnikashni kiyman. Har qatim shu sapnikashni kiygan vaqtimda, ash opamiz bir ismga keladi-da, menda bir xil muhabbat tuyg'usi paydo bo'ladi. Ya'ni kasbga bo'lgan muhabbat, tomoshabinlarga bo'lgan muhabbat. Agarda men ash tomoshabinimga ashundaq bir xil muhabbat bermagan bo'lsam edi, asha tomoshabinimga menga shunchalik muhabbat qaytarmas edi deb o'ylayman. Shunlashqa meningcha bir odamning hayotida boshqalardan sovg'at ilish, o'zining berganiga munosib holda javobga erishish bu eng ta'sirli ishimki deyman. Balkim ba'zi odamlardek mening hayotimda noyta davolg'ush, ajoyib inson hayotida yuz bermaydigan ishlar yoki bir palla, bir cho'nqur unda ishlar bo'lmagan bo'lishi mumkin. Lekin to'xtamay yuz berib turdi o'sha muhabbat hikoyalar. Hatto bir qirg'iz qizim bor meningki. Har yil mening tug'ilgan kunimga sovg'a davatdi. Qirg'iz tomoshabin o'quvchi vaqtidan tortib menga shunchalik ixlosi bor ekan, o'qish bitirgan yili bir nima yasab kelibdi. Ustimizga qo'yib qo'ydigan albom ekanda, hamda tiklab qo'ydigan. Mendimi yo'q bir qism suratlarni yig'ib, ashning ichiga ilib, eng ostiga o'zining bag'imda havasini qarab o'tirgan bir suratda mana bir aynak ramka qilib tayyorlab kelibdi. Hozirgacha ishxonamning men eng yaxshi ko'rgan yeri tizib qo'yganlikda. Men suyundigan ishlar bek ko'p. Eng ta'sirlanadigan ishlar meningcha tomoshabinlarning men qaytarib atgan muhabbati men eng ta'sirlanadigan ishlar bo'lishi mumkin. Ada bir narsa so'rab baqayam, shu sandagi vaqtlaringizda esingizda chiqmaydigan bir qiziqarli ishlar bo'lib baqqanmi? O'yinsiz kulib ketadigan. Bu bizning shu dаңлык san'atkorimiz bilan munosabatli bo'lgan bir ish yuz bergan. Mening unda bir alayligim bor. Bayatın siz mi his qildingiz, tomoshabinlar his qildi. Men haq his bergan narsani xohlamayman. Men yezib bergan materialni men faqat foydalanish material deb qarayman.
Авторга hürmet qilman, ya'ni uning yozuvchilik uslubiga, uning ifodalash holatiga men hürmet qilman, foydalanaman. Lekin o'zimning uslubimga moslashtiraman-da. Unda bo'lgandan keyin men ba'zi riyosatchilardek, masalan, yuqorida sahnada birni o'yinilib olsa, ayol men qog'oz yotlab o'tamayman-da. Men tomoshabinlar bilan birlikda huzurlanma san'at umridan-chi. Yangi xizmat qatnashib bir dastlabki 2 yillar bo'lgan mezgilda, 95-yilda unutilg'isiz bir ish yuz berdi. Bu menga ham bir o'rganish fursati bo'ldi-da. Dinlar Abdullah bilan Asqar Eqib o'rinlagan Gul bilan yaproq deb bir lapar bor yodinglarda. Pek chiroyli, ha? Shodligimni chechivatdim havoga, terib olsin sevgi izlab yurganlar. Oxirni. Shuning bilan Mushu lapar o'ynalgan vaqtida men yilqi xo'shib ketib, "Tova, lapar nima bunda o'ynas bo'lgan, nima degan chiroyli" deb hayajonlanib o'tirib, men kaynidagi nomerga diqqat qilmabdim. Menda bir xil alaylik bor, riyosatchilikda yilqi Operada ya bo'ldimi? Tomosh, endi riyosatchi chiqsin, boshlang degan gaplarni men bo'ysunmayman-chu. Shundaqqa mening udul holatlarimni topolmay operatorlar baq qiynalib ketdim. Men so'zga bek chiqib, tomoshabinlar bu nomerni ko'rib baq qizg'in chavoq chaldi. Mening ta'siratimda men mushkil holatda ular bilan o'rtoqlashgan bada, lapar haqida so'zligim bada. Udul sahnaga chiqib ketibdi men, u lapar to'g'riliq hayajonlanib so'zlab bo'lib, tuyuqsiz kayniki nomerning nima ekanligini unutib qolganimni bayqadim. Endi Tövendeki numardan huzurlanlarda tushib ketsam bo'ladi. Lekin endi uningga g'ururim sal yo'l qo'ymadi. Shuning bilan tabiiy ravishda men unutib qolmadim-ku deb menda bir ashna bir ong bor bu yerda. Shuning bilan endi huzurlanlarda bo'ladigini yosh naqshchimiz Salima. Desam hech bir Salima deysam xato dekildi. Yo'q. Endi huzurlanlarda bo'ladigan yosh naqshchimiz Saltanat. Yeni to'g'ri emas. Tomoshabinlar maqsadak misaq kulitamiz, paraq kulidim. Endi ularni balkim shundoq o'rinlashtirilgan bo'lsa kerak deb, lekin amaliyot men rost unutib qoldim-da. Shuning bilan qallamga darhol kayginim bo'ldi desa, o'tib ketish kerak-da. Endi men ig'iz yechib bo'ldim, qanday o'tishim kerak? Demak, bu naqshchining ismini men bilmayman, sizlar bilmaysizlar. Demak, bu naqshchimiz yosh, yangi naqshchi. Ishimizki, bu naqshning bugungi naqshisidan keyin biz uni menga unutib qolmaymiz deb chiqib ketdim. O'ylab beqinglar, ismi C bilan boshlangan, biz menga unutib qolmaydigan naqshchilardan qanchisi bor? Sanover tursin. Shuningdan keyin haqiqatan Sanover tursinni men unutib qolmadim. Tomoshabinlarmi unutib qolmadi. Endi mush qiziqarli ish garchi nihoyat qiziq bo'lsa-mu, menga bir savoq berdi. Ya'ni har qanday ishga astoydil muomala qilish. Lekin men menga unutib qolmayman-da bu hikoyani. Rahmat. Unda bo'lsa keyingisiga o'tagatdim. Sizning hayotingizga eng chong orzuyingiz deydi. Deyma. Eng chong orzuyim. Büyük. Zo'r. Katta degandek so'zlar ma'nodash keladi odatda. Yo'g'on, hayvat, gigant. Ya'ni bosh tema qaytib kelsak, so'zlab ya'ni birinchi savolga o'tib kelsak shundan bilan. Biroq inson bu men bu masala to'g'ri faqat o'ylashmabdiman. Men burun o'ylaydim-chu. Yosh vaqtlarimda o'ylaydim. Yosh vaqtlarimda men to'xtamay bir nishon tuzatdim-chu. Bir nishon uchun tirishdim. Adam bir nishonni men arzuyim deb qaraydim. Adam yish cho'ngaygan sari arzulurcha oddiylashmoqdiga qarang. Masalan, kichik vaqtimizda biz manda deydiganmiz, cho'ng bo'lganda men olim bo'lman, ushqushi bo'lman deydiganmiz. Boshlang'ich kirgandan keyin andan keyin yana kichikraydi ekanmiz. O'rta maktab chiqqandan keyin yana kichikraydi ekan. Oliy maktab chiqqandan keyin mush maktabni sog'-salomat bir apanda imtihondan o'tamay qolmay. Sog'-salomat o'tib olsam ya bo'lmasa, ma ayning pulini yetkazib olsam ham bir oy ulashqicha deganda oddiylashir ekanda. Texmi cho'ng bo'lgandan keyin texmi oddiylashir ekan. Qanday darajada oddiylashir ekan desa, mush ko'zingizning oldidagi ishni yaxshi qilish, hozirning o'zini yaxshi o'tkazish, mush bir kunning o'zini ahamiyatga ega qilish, meningcha mening eng cho'ng orzuyim. Keyingi savol o'ta ketdim, men oxirgi savol. Xo'sh. Sizning eng yaxshi ko'radigan cho'lpiningiz bormi? Men cho'lponlarning muxlis bo'lishini xohlamayman. Men cho'lpon xumar emas. Lekin
мен әң яхшы көрдіған адамлар бар. Мәсәлән, Мәсәлән, мен мұшу тырышчан адамларны яхшы көрмә. минем яхшы күргән Яхшы көрмә. Яны берсе, өзінің сахасыдан халқыған. Яны бір сахадымы таң ішәп бер алған адамларны интайын яхшы көрмә. Улар хөрмәтем бар. Bir сөз бар. Мен үнdidarımğa şu sözün көп işildim. Пәзилетсіз алымдан қоқ deydigan bir söz var. Мен пәзилеті бар адамларны алым деп қараймын. Алым buluş asan, adam buluş tez. Şunlaşqı mən pəzilətlik adamlarını ən yaxşı görmə. Alımlarını emas, bəlkə pəzilət igələrini hörmətləyim. Bizlər oxuşub gəlmiş qaram. Mən mənə qaçda ekanman. Unda oylab baxsam. Unda olsa, siz məndə mi qat adam boğdaysınız? Deginimiz gəlsə. Onda olsa da proqramımızdan sualları ma tüge qapdı. Lekin baçı bir yerdə. Xoş. Naq meydandakı tamaşaçılarımızdan soraydigan sualları bolsa, cavab berişinizə ümid qılırıq. Buludu, əgər də mən cavab verə alaydigan bolsa. Assalamu alaykum Munira malım. Ben başta özüm tanıştırışını toğru tapdım. Ben Şinjan Sanat İnstitutu Diktor Riyasetçilik kasbının okuğucusu. Muşu Diktor Riyasetçilik kasbida okuş jarayonimda sizning okuğucunuz bolup bir saat ders anglash fursati mağni nisip bolmadi. Aslı vaqti bugun o'rinlashtiribdi ekan. Shu intayın xoş buldum. Fursatdan kelganligidan. Şuna men mush fursatdan foydalanib, sizdan azroq bir savol so'rab ders olmoqchi. Malum baya riyasetçilik obrazi degan so'zni qildingiz. Anandan keyin bir riyasetçi özü buluş, men buluş degan to'g'riliq so'z qildingiz. Undaq bo'lsa, mush riyasetçilik obrazi deganni men qanday tushunman? Riyasetçilik obrazi degan bir riyasetçinin özü buluş bilan bağlanışçılığı barmı yoki riyasetçi obrazi degan bütün riyasetçilarga birla berildigan bekitilgan bir javobi barmı? Rahmat. Shunda yaxshi savol so'rdi. Demak, kasb o'qiyotgan bolalarningki o'xshamaydi-da. Bu ilqima izchil o'ylanib kelayotgan bir tema, ham ba'zini bor savolchi bu. Bizda bunda bir xato hukm borchu. Riyasetçi obrazi degan so'zni riyasetçi yaratgan bir narsani obraz deb tushunadi-chu. Bir yaxshi riyasetçi obraz yaratmaydi. U turmushdagi o'zi bilan o'xshash bo'ladi. Aşu ekranda sizning turmush holatingiz programma bilan birlashgandan keyin tomoshabinlar tarafdan e'tirof qilingan narsaning o'zi sizning shu riyosetchilik obrazingiz. U hargizmi munda programda riyosetchi munda bo'lish kerak degan narsa emas-ku. Riyosetchilikka talablar qo'yiladi, masalan, munda programma riyosetchilarida mundaq alayliklar bo'lish kerak. Munda programma riyosetchilari munda shakllardagi uslublarni hozirlash kerak deymiz. Lekin u hargizmi riyosetchilikka ma'lum bir xil qilib bor deganlikdan derak bermaydi. Shunlashqa biz san'atlik so'zlash, san'atlik ifodalashni vosita qilsak bo'ladi. Lekin uni qurol qilib, uni o'zimizni pardozlaydigan narsa qilib olsak, u chaqda biz riyosetchi emas, biz bir obraz bo'lib qolamiz. Shu riyosetchining obrazi amaliyotda turmushdagi o'zimiz bilan birdek bo'ladi deb qarayman. Men Şinjan Üniversitetida o'quvchilarim borchu. Şinjan Üniversitetinki diktor riyosetchi kasbidagi bolalarga 2011-yildan dars berib kelyapman. Bu bolalarimning tunji qaror bu yil o'qish bitadi. Bu bolalarimni bak yaxshi ko'raman. Hozir 2014-yildanki bolalarga dars berman. Bu sinfdagi bolalarim texim suyimlikchi. Bular bek banglash. Hozirmi mush programmani ko'rsa ashla ma'lumimizni tillab dedi. Men o'zirgim deymanchi. Men sizlarni bak yaxshi ko'raman. Sizlar bek banglash, sizlar bek suyimlik. Men seni balamdek ko'raman. Men barliq tirishchiligim bilan sizlarga cho'qim bir yaxshi bir kelgusini yaratishninki yo'lig'ima yordam qilaman deyman. Bu bolalarım desa meni xil bo'za qildi-chu. Yolg'onchilik qildi. Masalan, topshiriq ishlab kelishga o'rinlashtirsam, ovoz mashqi topshiriqlarim beramiz-ku. İşlemaydi bularchu. Ishildinglarmi o'tsa, ha deydi. Men mashq qildirmayman-da, bularni bo'pti deb ishinib. Endi hozir men 3-yillik gap rasmiy kasb ketgan chaqda endi chandi bu bolalar, changan ekan. Malim, eliq darsini qayta o'tibsiz. Yo'q, men o'tib bermayman deb qiynaymancha bu bolalarni. Chunki bu riyosetchilik o'zligidan o'rganishni talab qiladigan bir kasb ekan-chu. Shunlashqa men ekran orqali nurg'ulg'an riyosetchi kasbini tanlaydigan bolalarga mening kichkin tavsiyalarim o'zligidan o'rganish iqtidori kuchli odamlar riyosetchi bo'lsa bo'ladi ekan. Bo'lmasa riyosetchilikning neni baqatliq
Ha, bək qattiq ham bək tatlıq. Bir ig'iz tegib qolgandan keyin buningdan kashmak yaman tez. Lekin bundan qattiq. G'ajaymiz deb tishimizni tushirib oldigan ish bo'lib qoladi-chu. Sinib ketadi tish degandek. Mush yerni o'ylamasak bo'lmaydi. Shunlashqa, aşı balalarımni yaxshi ko'rg'imoq izdabdi, o'quvchilarim darhol ko'z oldim keldi-da meningki. Shu suyimli balalar bilan uchrashyapmiz. Ayni vaqtida mesela Shamsiyalar, Gulshanlar, ashular dars bergan chaqladimi? Men shunchaki endi yaxshi ko'rmanda bularni. Shunda bir xil bak umid kutib shundaq o'ylaydim. Haqiqatan bular kutgan yerimizdan chiqdi. Lekin men shunda bir xil umid bor. Nimishqa deganda, buningki riyosatchilarning sapasi ham yuqori bo'lishi mumkin. Pek etraflı cevap oldu. Siz o'zingizning xasligini his qildingizmi? His qilib bo'ldim hozir. Da o'tirib o'ylab ko'rdim. Mush gaplarimdan qilayotgan, og'zimdan chiqayotgan har bir gapning o'zi shu mening xosligimga deb his qildim. Men shunday his qildim. Rahmat eda, rahmat. Vaqt munosib bilan programmamiz mishada oxirlashmoqchi bo'lib qoldi. Men bek shaxsan bek afsuslanib ketib boraman. Men rostisa bek afsuslanib ketyaptim. Qimmatli vaqtingizni ajratib programmamizga kelib qatnashib berganingizga bek rahmat eda, bek rahmat. Shaxsan men hozir 1 soat ichida bek hayajon ilkidilam o'tdim. Mishada siz diqqat qilmadingiz. Qildim. Qildingizmi? Faqat jim o'tirmadingiz. Faqat jim o'tirmadingiz. Rahmat eda. Men o'sha jim o'tirmaydigan deb xush bo'ldim rostensam. Jim o'tirmagandan keyin kelgusida shu yaxshi bir riyosat chiqib qolandiki deyman. Ay rahmat. Shunday programmamizni oxirlashdi shundami? Sizga ko'p rahmat, Nurali. Bundan keyingi kasb ishlaringiz texnik utuqliq bo'lsin, texnik ko'klab ketingada. Tening salomat bo'lsin, eng muhimi. Programmamiz sizni yana davomli qarshi oladi. Kelaqtim kap, yana uzun o'tirib mundish fursatiga ega qilishingizni umid qilamiz. Rahmat, degingiz kelsin. Hammaga tan saqlab bo'lsin. Xayr, omon bo'linglar. Rahmat eda, rahmat.